Sirdaryo tumanida bo'layotgan o'zgarishlar va tibbiyotdagi islohotlar haqida gaplashamiz. Sirdaryo viloyati OITSga qarshi kurash markazi tomonidan bepul laboratoriya tahlillari ham joriy etilgan. Xalqimiz uchun mana shunday sharoitlar yaratilgan va foydali ichimliklarni iste'mol qilish albatta sog'liq uchun foydali. Ikkita qardosh xalqning do'stlik rishtalari mana bugungi o'tkazilgan aksiyada namoyon bo'ldi desak mubolag'a bo'lmaydi. Ko'rib turganingizdek, xalqimiz bundan juda ham mamnun. Ko'riklar sifatli o'tdi deb o'ylayman. Mutaxassislarning bergan tavsiyalaridan tumanimiz aholisi ham mamnun bo'lishdi.